هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Cuma tefsiri 9. ayette başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Cuma suresi 9. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler! Cuma günü Cuma namazı ezan etilse Allah'ını yad etişke, yani Cuma hutbesini anlaşqa ve Cuma namazını ada qilishqa aldırab beringlar. İlim setimni qo'yib turinglar. Agar bilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Namaz o'qilib bo'lganda, ya'ni namozdan farig' bo'lganinglardan keyin ziminga tarilib, ya'ni o'z mashg'ulotinglar bilan bo'lib, Allohning fazlidan talab qilinglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar. Cuma namazı, Cuma günündeki ishlar ve adab axloqlar to'g'risida. Musulmonlar Cuma namazını o'qish uchun haftada bir qitim cho'ng masjidlarga yig'iladi. O günde bütün məxluqatlar to'liq yaratilgan bo'lib, bu gün Allah Teala osmonlarni ve zaminni yaratgan kunlarning 6. günü hisoblanadi. Adem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. O Cuma günü cennetga kirgizildi. Cennetten mu Cuma günü çıkarıldı. Kıyamet Cuma günü qayim boludu. Cuma günü de bir vaqt bolup, mümin bendining Allah Teala'dan yaxshilik tilab qilgan duosi shu vaqtiga udul kelib qolsa, Allah onun tilgan narsasini berdi. Bu vaqtda nurg'un sahih hadislar rivoyat qilingan. Qadimki tillarda Cuma günü Aduba günü deb ataladi. Bizden ilgari o'tgan ummatlar Cuma gününü ibadet günü qilishga buyurilgan. Lekin ular buyurilganni qilmay gumroh bo'lgan Yahudilar Adem aleyhisselam yaratilmagan gün Şembe gününü ibadet günü qilib tanlagan. Hristiyanlar bo'lsa maxluqotlarning yaratilishi boshlangan kun bo'lgan yakshanba kunini tanlagan. Allah Teala bu ümmetke bütün məxluqatlar to'liq yaratilib bo'lgan kuni Cuma gününü ibadet günü qilib tanlab berdi. İmam Buxoriy ve Müslim Abu Hurayradan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz dunyoga eng oxirda keldik. Qiyomat kuni eng oldin qatorda bo'lamiz. Bizdan ilgari o'tgan ummatlarga kitob berildi. Andın Allah ularga muayyen bir günni ibadet günü qilib belgilab berdi. Andın ular bu gün haqida ixtilof qilishdi. Andın Allah bizni u kunga hidoyat qildi. İnsanlar bu günni ibadet günü qilishda bizga ergishib, Yahudilar shanba kunini, Hristiyanlar yakshanba kunini ibadet günü qilib belgiladi. İmam Müslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deyildi. Allah bizden ilgari o'tgan ummatlarni Cuma gününü ibadet günü qilishdan ozdirdi. Yahudilar bo'lsa shanba kunini, Hristiyanlar bo'lsa yakshanba kunini ibadet günü qilib belgiladi. Andın Allah bizni barliqqa keltirib, bizning ibadet günimizni Cuma günü qilib begitishimizga bizni hidoyat qildi. Şunda qilib Cuma günü, Şembe günü ve Yakshanba günü
3 din uchun ibodat kunlari qilib bekitildi. Shuningga o'xshashla qiyomat kunimi insonlar bizga ergishadi. Biz dunyoga eng oxirda keldik. Qiyomat kuni eng oldin qatorda bo'lamiz. Bizga boshqa insonlardan burun hukm chiqarildi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Allah Teala'nı yad etishga aldirashga buyurish to'g'risida. Allah mu'minlarni juma kuni Allah Teala'ga ibodat qilish uchun yig'ilishga buyurib mundaq deydi. Ey mu'minlar, juma kuni juma namoziga azan aytilsa, Allah'ını yad etishga, ya'ni juma xutbasini anglashga va juma namozini ado qilishga aldirab beringlar. Yani Allah'ını yad etishga ko'ngil bo'linglar va uningga aldiranglar. Bu oyatda masjidga aldirab berish emas, ibodatga alohida ko'ngil bo'lish ko'z tutiladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Kimiki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Namazga aldirab menish bo'lsa cheklangan ishdir. Bu vaqtda İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Namazga takbir aytilganligini anglasanglar, sizlarmu namazga temkinlik va salmoqlik bilan meninglar. Aldirab yugurmanglar. Namazning ulgirelgen qismini imamga ergishib o'qinglar. Ulgirelmagan qismini o'zinglar to'liqlab o'qinglar. İmam Buxoriy va Muslim Abu Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan namoz o'qiyotdik. To'satdinlar odamlarning düpirligan oyoq tovushi anglandi. Payg'ambar alayhissalom namozni o'qib bo'lgandan keyin sizlarga nima bo'ldi dedi. Sahabeler namazga aldirab tiz kelgan edik deyishdi. Payg'ambar alayhissalom, unda qilmanglar. Namazga kelsanglar temkinlik bilan meninglar. Namazning ulgirelgan qismini imomga ergishib o'qinglar. Ulgirelmagan qismini o'zinglar to'liqlab o'qinglar dedi. Hasan mundaq deydi. Allah'ның namı bilen qasamki, musulmonlar namazga aldirab tiz menishdan cheklendi. Ular namazga temkinlik ve salmoqlik bilan menish kerak. Lekin ularning dillari, niyatları ve qo'rqinishları bilan namazga aldirashdan cheklangani yo'q. Qatada Allah Teala'nın Allah'ını yad etishga, yani cuma xutbasini anglashga va cuma namozini ado qilishga aldirab beringlar degan oyat haqida mundaq deydi. Sen cuma namoziga qalbing va amaling bilan aldirab berishing kerak. Mana bu cuma namoziga aldirab borganlikdir. Cuma namoziga keladigan kishining namozga kelishdan ilgari yuyinishi mustahabdir. Bu vaqtda İmam Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Umar'dan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar juma namoziga yuyinib kelinglar. İmam Buxoriy va Muslim Abu Sa'id radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Balog'atga yetgan har qanday kishining juma kuni yuyinishi vojibdir. İmam Muslim Abu Hurayra'dan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har bir musulmonning har 7 kunda bir qitim beshini va butun badanini yuyib turishi Allohning uning ustidagi haqqidir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. İmam Ahmad, Nasa'i ve İbn Hibban qatorliqlar Jabir radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Her bir Müslüman adam her 7 günde bir gün yuyunish gerek. O gün cuma günüdür. Cuma gününün fazileti doğrusida. İmam Ahmed Avs ibn Avs Saqafidin Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki cuma günü yuyunib, tahorat ilib, cuma namoziga at uloqqa minmasdan piyoda yo'l minib bordi. Baldur kelsa va imomga yaqin yerda o'ltirib, butun diqqati bilan xutba tingishsa, u odamning har bir bosgan qadami uchun 1 yil ro'za tutgan ve keçini ibadet bilen ötkizgeninin savabı boludu. Bu hadisinin mezmununu İmam Abu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace qatarlıqlarımı rivayet kıygan. La ilahe illallah Muhammed Resul. İmam Bukhari ve Muslim Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kılıdı. Kimiki cuma günü junublikdan yuyunsa, ondan cuma namoziga dastlabki vaqti borsa, xuddi u bir to'yga qurbonlik qilganga o'xshash savobga erishadi. Kimiki uningdan sal keyinroq kelsa, go'yo u bir kala qurbonlik qilganga o'xshash savobga erishadi. Kimiki uningdan keyinroq vaqti kelsa, go'yo u munguzlik bir qo'shqa qurbonlik qilganga o'xshash savobga erishadi. Kimiki uningdan keyin kelsa, go'yo u bir to'xa qurbonlik qilganga o'xshash savobga erishadi. Kimiki uningdan keyin kelsa, go'yo u Alloh yo'lida bir tuxumni berganga o'xshash savobga erishadi. Imom xutba o'qig'ili chiqsa, uni tinchig'ili farishtalarmi hozir bo'ladi. Jumaga chiroyli kiyimni kiyib, xushburoq chechib, tishlarini misvok bilan cho'tkilab, pakiz tozlanib ve taharet ilib berish mustahabdir. İmam Bukhari Abu Said'in Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Balog'atga yetgan har qanday kishining juma kuni yuyinishi, tishini misvok bilan cho'tkilishi, ayolining ishiltadigan xushburoqlaridan ishiltishi vojibdir. La ilahe illallah Muhammed Resul. İmam Ahmed Abu Ayyub Ansari'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki cuma kuni yuyunib, ayolining xushburoq narsalari bo'lsa-mu, uningdan ishlatib, chiroyli kiyinib, ondan namoz o'qish uchun masjidga kelsa, ondan fursat bo'lsa, nafl namoz o'qisa, hech kimga aziyat bermasa, ondan imom xutbaga chiqqanda shuk o'tirib xutbani tingishsa, ondan juma namozini o'qib qaytsa, uning bu cuma bilan yana bir cuma oraliqidagi gunohlari mag'firat qilindi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Abu Davud ve İbn Mace Abdullah ibn Salam radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның munbar ustida turib mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarning biringlar kundilik mashg'ulotlarida kiydigan bir qur kiyimdan boshqa maxsus juma kuni kiyish uchun bir qur kiyim setib olsan, nima degan yaxshi, ha? İmam İbn Mace Aisha radıyallahu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir juma kuni Peygamber aleyhisselam odamlarga xutba o'qidi. U kishilarning oq va qora yo'lliq yekdek kiyib olganligini ko'rib, sizlarning biringlar agar setib olishga qodir bo'la olsa, mashg'ulotlarida kiydigan kiyimdan boshqa maxsus juma kuni uchun bir qur kiyim setib olsa, nima degan yaxshi, ha? dedi. Azandan xutbaga chiqadigan azan ko'z tutilganligi to'g'risida. Cuma kuni cuma namoziga azan aytilsa, bu azan ikkinchi qitimliq azan bo'lib, Peygamber aleyhisselam munbarga chiqib o'ltirgan chaqda uning oldida turib aytiladigan azan ko'z tutiladi. İkinci qitimliq azan bo'lsa, mu'minlarning xalifasi
Osman ibn Affan radiyallohu anhu qo'shib yo'lga qo'ygan azandir. Bu faqat juma o'qiydigan odamlarning ko'payib ketganligidan yo'l qo'yilgan. Bu vaqtda Imom Buxoriy Sa'ib ibn Yazidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Abu Bakr va Umarning zamonlarida juma kuni imom munbar ustida o'tirgan chaqda bir qitimla azan o'qilatdi. Osmanning zamoniga kelganda juma o'qiydigan odamlar ko'payib ketganligi uchun Osman yana bir qitim azanni qo'shib o'qishni yo'lga qo'ydi. Bu azan Zavra deb ataladigan azanxonada o'qilatdi. Bu azanxona masjidga yaqin selingan Madinadagi eng egiz bir uy edi. Juma namoziga chiqqan ikkinchi qitimliq azandan keyin ilm setim qilishning haromligi va juma namozidan keyin rizq talab qilishga qiziqtirish to'g'risida. Ilm setimni qo'yib turinglar. Ya'ni Allohni yod etishga oldiranglar. Namozga azan etilsa, ilm setimni qo'yib turinglar. Ulamolar ikkinchi qitimliq azan etilgandan keyingi ilm setimning harom ekanligiga birlik keldi. Agar bilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ilm setimni qo'yib Alloh taoloni yod etishga, juma namozini ado qilishga oldirishinglar sizlar uchun dunyo va oxirat yaxshidir. Namoz o'qilib bo'lganda, ya'ni namozdan farig' bo'lganinglardan keyin zaminga tarilib, ya'ni o'z mashg'ulotinglar bilan bo'lib, Allohning fazlidan talab qilinglar. Alloh taolo bandalarni ikkinchi azan aytilgandan keyin ilm setimni davomlashtirishdan to'sgan va ularni juma namoziga yig'ilishga buyurgandan keyin ularga namozdan keyin zaminga tarilib, Allohning fazlidan talab qilishga ruxsat qildi. Arak ibn Malik radiyallohu anhu juma namozini o'qib bo'lgandan keyin masjidning bo'sog'isi turib, "Ey Alloh, men haqiqatan da'vatingni qabul qildim. Menga sen farz qilgan namozni o'qidim. Sen meni buyurganingdek zaminga taridim. Menga o'z fazlingdan rizq bergin. Sen rizq berguvchilarning eng yaxshisisan" deydi. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Maqsadinglarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar. Ya'ni sizlar ilm setim qilayotgan va ilm berim qilayotgan vaqtinglardami Allohni ko'p yod etinglar. Dunyo hayotinglar sizlarni oxiratda oladigan manfaatinglardan to'sib qo'ymasin. İmam Tirmizi Peygamber Aleyhisselam'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki bozorlarga kirsa, ondan hech shirik bo'lmagan yolg'iz Allohdan, hech shiriki bo'lmagan yolg'iz Allohdan boshqa iloh barhaq yo'qdir. Padişahlık Allah xosdir. Jami hamd sana Allohga mansubdir. Allah har narsaga qodirdir desa, Allah onunğa 100 ming yaxshilik yazadi. Onun 100 ming yomonligini o'chirdi. Mujahid mundaq deydi: Bende Allah'ni öğretigan, olturgan ve yeniçi yatkan hallada yat etmegice Allah'ni köp yat etkişilerden bolalmaydı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula birer ticaretini yaki tamaşanı köse seni öğrettirip xutba o'qivatgan beting tashlab onunğa yani ticaretga yugurdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ularga aytqin ki Allah'ның dergahidagi narsa yani savab ve nimet tamashadan ve ticaretdan yaxshidir. Allah rizq bergüchilarning eng yaxshisidir. İmam xutbaga chiqqanda
masjiddan chiqib ketishdan to'sqanlik to'g'risida. Buyuk va yuksak Alloh ayni vaqtda bir juma kuni Madinaga kelgan tijorat karvonini ko'rib, xutba tinglashdan burilib, karvon taraf ketib qolishgan kishilarni ayblab mundoq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular biror tijoratni yoki tomoshani ko'rsa, seni o'rib turib, xutba o'qiyotgan peting tashlab, uningga ya'ni tijoratga yugurdi. Muqotil ibn Hayyanning aytishicha, bu tijorat karvoni Dihya ibn Xalifa degan kishining bo'lib, u texi islomga kirmagan ekan. Karvon bilan ilvilingan Dumbaq karvonning yetib kelganligidan xabar berib, Dumbaq urdi. Shuning bilan sahobalardan az bir qismidan boshqalari Payg'ambar alayhisalomni o'rtirib xutba qilayotgan peti tashlab qo'yib, karvon tarafga ketishgan edi. İmam Ahmad Salim ibn Abu Ja'ddan Jabirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir qitim Madinaga tijorat karvoni yetib keldi. Bu chaqda Payg'ambar alayhisalom juma namoziga xutba o'qiyotdi. Odamlar masjiddan chiqib karvon tarafga ketishdi. Masjidda faqat 12 odam qoldi. Shuning bilan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular biror tijoratni yoki tomoshani ko'rsa, seni o'rtirib xutba o'qiyotgan peting tashlab, uningga ya'ni tijoratga yugurdi degan oyat nozil bo'ldi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Seni o'rtirib xutba o'qiyotgan peting tashlab, bu oyat juma kuni imomning xutbani o'rtirib o'qiydiganligiga ishorat qiladigan dalildir. Imom Muslim Jabir ibn Samuraning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom juma kuni 2 xutba o'qiydi. 2 xutbaning orasida ozroq o'ltiradi. U xutbada Qur'on o'qiydi va kishilarga va'z nasihat aytadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Allohning dargohidagi narsa, ya'ni savob va ne'mat, ya'ni oxirat yurtida beriladigan Allohning dargohidagi savob tomoshadan va tijoratdan yaxshidir. Alloh rizq beruvchilarning eng yaxshisidir. Ya'ni Allohga tavakkul qilgan va rizqni o'z vaqtida talab qilgan kishi uchun Alloh rizq beruvchilarning eng yaxshisidir. Elhamdülillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Jum'aning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Munafiqun tafsiridan 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.